Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da Sıdaqacı Roz Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2024 yıl 7. ayının 28. günü haftiga. Yekşembe vatandaşım. Bugünkü vaziyetimiz neyse bu vaziyet Amerika Qo'shma Shtatlarida ketayotgan saylam vaziyeti. Saylam vaziyeti iki partiya, Cumhuriyetçiler Partisi ve Demokratlar Partisi. Cumhuriyetçiler Partisi'nin prezident namzadi Donald Trump, sabık prezident Donald Trump. Demokratlar Partisi'nin prezident namzadi növbetki Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden'ning muavini Kamala Harris, yani muavin prezident Kamala Harris bu yıl 2004 yılı Amerika'da ötküzüldüğün saylam namzatları butlup bekitildi. Teha Demokratlar Partisi bizden memleketlik halk kurultayını çakırmadı. O yakında çakırdı, işkilepazlar bekitildi dep hesaplap verseniz boleyliverdi Kamala Harris hanım Demokratlar Partisi'nin prezident namzası, yani Kamala Harris muavin prezident növbette Demokratlar Partisi'nin saylam katnışıdığın saylam namzadı. Şula oturuşki vaziyet bugün yetip gelişidi mındak görüstüldü vatandaş. El-Rayini sınaş. Kamala Harris muavin prezident esleyen hazır prezident namzadı sabık prezident Donald Trump'tan alıp gitti. Mavzulu haber 7. ayının 28. gün Venvit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Vol kutusu 23 ve 25. günü gücü tarqatkan yeni haberlerge asaslanganda Cumhuriyetçiler Partisi'nin prezident namzadı Donald Trump bilen Demokratlar Partisi prezident namzadı Kamala Harris'nin bütün memlekette qollaş nisbeti ayrım alda 49% ve 47% bulup Prezident Joe Biden saylamdan çekinişini ilan kılgandan keyin Kamala Harris nayte tizlik bilen Demokratlar Partisi işte qollaş erişdi. İki partiyanın televizya münazarası belki yakında başlanıştan avval El-Rayidagi sınaş yok arkadayak özgerdi. Mesela bunun içinde 40% qollaş, 49% qollaş muavin prezident Kamala Harris'e mensup. 47%'lik qollaş sabık prezident Donald Trump'a mensup. Hazır sayılan ve namzatlarının memleket boyunca Amerika Qo'shma Shtatlarıdaki El-Rayidagi özgürüş yok arkadan ibaret vatandaşım. Endi sizlerge biz leksiyalarımızda davamlaştırmamız, davamlaştırdığın leksiyamızın mavzu ve yaki onun jarayonlari sizge hazır ayan bulup kelyapotgan bir vaqa üstüge merkezleşiyotydy. O vaqa nima desa, g'oyib bulup ketgan Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining raisi Xi Jinping. Ajoyib dünya. Talay Uyg'urning o'g'il qiz farzandlari müstemlik Uyg'uristonda g'oyib qilib etildi. Bugün meyli üzerinin partiyası için yaxşı bir şekilde bolsun, meyli üzerinin partiyası için bolsa menfi yaki köngülsüz bir haber şeklinde bolsun. Reis Xi Jinping g'oyib boldu 15 gün. Ahırkı çek bugünkü 15 gün değil biz sizlerge leksiya sözlep otkan ahırkı çek. Tin aytkanda 15 gün g'oyib boldu. Burunmu şundak kılgan edi, mükemmelen oyun oynagan edi. Bu katımı şundak, lekin bu katımki inkasla ve bu doğrudaki torbetlerdeki fikirler gayri aldı oturuğa çıkışı başladı vatandaş. Bugün yani şunun devamını anlayışlı bugün insanlarda bosu 7. ayının 28. günü devletlik yaki alakadar organlarının haberi emez. Şundak deyilgen idi. Bugün 7. ayının 28. günü Reis Xi Jinping oturuğa çıkıdı. Yani memleketlik diplomatiya işleri boyunca Beijing'de bir yığın eçilidi. Şu yığınga katlaşıp ondan Şarkı Timur'un devlet başlığını kütüp alıdı. Mehman kütüp alıdı, karşı alıdı deyilgen haberle torbetiga chiqqan edi. Bugun 7. ayının 28. günü bo'ldi.
bu xabarmi əməliyləşmidi. Bunun keyin qandaq oldu? Muş çisla, muş demden keyin qandaq oldu bilmeyim vatandaş. Bugün 28 çislağaça reis Xi Jinping, bugün Amerika'da kündüzü 7. ayının 28. günü, bu 7. ayının 28. günü allaqaçan Beijing'de ahırlaşıp keçilik vakitte kirip oldu vatandaş. Demek bu xabarmı, şundaqlı bir xabar boldu, oturğa çıkmadı degan gap. Şunun münasebetlik kaldı, bugün yeni yetip kelgen xabarlarni vatandaşlarning aldığı taşlayımız. Avval material. Yeni bir yeni ahval. Mavzuluk video film 7. ayının 28. günü YouTube e'lon qilindi. Abduri sizlarga tanishliq ben Rongyanning nazari. Xabar mundaq başlandı. Alaqadar matbuatlarning xabarlarini kuzatsak, 3. umum yig'in echilishning oldi keyinida Xi Jinpingning ismi 60%dan 70%gacha munosabatli xabarlarda ochiq aytganda munosabatlik matbuotlarda elib tashlandi. Bulup bu 7. ayının 1. günüdün başlap onun ismi matbuatlarda azıyışqa başladı. Muşu gepni men tazı düşenmedim vatandaş 7. ayının 2. günde 7. ayının 4. günü geçe. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping O'rta Osiyoda ziyarati bo'ldi. Qozog'iston, Tojikiston qatorliq davlatlarda. Yani Shanghai hamkorligining navbatdagi yig'iniga qatnashdi va nutq so'zlagan bo'ldi. Muşu xabarlarmi Jungo matbuatlarda azlab ketdimi yoki qandaq? Men buni to'g'ri tushunamadim. Mayaga kelganda bu yerda Verang deydi 7. ayının 1. kunidan boshlab Reis Xi Jinpingning matbuatlardagi ismi otilishi tadrijiy holda azlab ketdi deydi vatandaş. Bugün 7. ayının 28. günü Xi Jinping o'tirg'i chiqishi kerak edi. Bugüngacha Xi Jinpingni xabar qilish matbuotlarda aziyib qolmasdan, hatto tor betlarda xabar qilishmi aziyib ketdi. Endi bu mushu bugungi video filmda Rongyanning nazari so'zilmoqchi bo'lgan umumiy mazmun. Bugün men sizlarga yangicha bir shaklda mushu mazmunga qarata tor betlarda bir ronga, ya'ni Rongyanning nazari tor betiga yozilgan inkaslarni vatandaşlarning oldiga topshiray. Bu filmga yozilgan, video filmga yozilgan inkas tuvandikcha. Inkas birinchi. Belki zor mümkünlük şundaq bo'lishi mumkin. Kimdir birisi oyun oynadı yoki oyun o'ynayotdi. Bu kishini qistaqqa ilib yerlik beylarni tartibga saylayotdi. Inkas ikkinchi. Agar vaziyat belgilangan bo'lsa, Tayvan matbuotlari birinchi bo'lib xabar qilish kerak edi. Lekin ahvol teha muqimlashmadi yoki muqimlashmagan bo'lishi kerak. Inkas uchinchi, bu xil mag'lubiyat va bir xil mumkinlik yo'q. Kechiringlar, bir xil mumkinlik yo'q. U o'zi qasddan mükümmekelan o'ynayotdi. Sodiq bo'lmagan birarsining o'tirg'i chiqishini kutyotdi, kuzatyotdi. Bundaq ish qilishga u bak usta. Inkas to'rtinchi. Rongyanning da'vatqonlarining hammasi to'g'ri bo'lyotdi. Ahvol benormal. Cho'qim bir ish yuz berdi. Inkas 5. Qancha qalaymagan bo'lsa shuncha yaxshi-ku. Biz kutyapmiz bor. Inkas 6. Xi Jinping yadroligidagi degan so'z allaqachon iste'moldan tushib qoldi. Bu qaltis gapga vatandaş qarang. Inkas 6. Xi Jinping yadroligidagi degan so'z allaqachon iste'moldan tushib qoldi. Saqchi ministri Wang Shaohuang saqchi ministerligida nutq so'zlaganda Xi Jinping yadroligidagi degan so'zni eg'izga olmagan kundan boshlab ko'pchilik Inkas 7. O'tgan yili Bidayxa yig'inida hurmatga sazovor kishi, ya'ni Xi Jinping qattiq g'azablanib, "Sizlar menga besim qilyapsizlar" degan edi. Inkas 8. Matbuot bir nima deyishga jim turib oldi ya.
İnkas 9-chi Shimanta, ya'ni Shi Jinping qo'ygan laqam Manta deb laqam qo'yibdi Xitoy jamoat obzorchilari. Bu yerda deydi, Shimanta haqiqatan sovib qoldi. İnkas 9-chi. Ya İnkas 10-chi. Acaba saqchi ministerligidimi? Chataq chiqdimi? İnkas 11-chi. Bir necha kun bo'ldi. Jungo Kompartiyasining aeroplanlari, parxodlar yaqin kelib, bizni parokanda qilmaydigan bo'ldi. Haqiqatan ajablanarli bir ish. Jungoning ichki qismida nima ish yuz berdi? Bu ehtimol Tayvanlik bo'lsa kerak bu inkas yozuvchi. İnkas Yol açmadım mı da qarab küçük betdim ötendiniz mikrofonumni. İnkas kaçıncı? İnkas 11-ci. O'tugida. Jungoning ichki qismida bir ish yuz berdi. İnkas 12-ci. Boshlang'ich maktab o'quvchisi ta'til qilayotgan bo'lsa kerak. Saviyasi bilim va quvvat iqtidorini aytgan Rais Shi Jinping boshlang'ich saviyadagi bir odam deydi. Endi bu yerda bu kinoya bilan optik hozir boshlang'ich maktab o'qituvchisi ehtimol ta'til qilayotgan bo'lishi kerak. İnkas 13-ci o'yin o'ynalib bo'lindi. Ekranda uning zodi nima bir ish bo'ldi? Eng yangi xabar. 7-ayning 28-ci kuni ko'chadigan ish. Jungo Kompartiyasining ichki qismida o'q talashish ko'rishi hayot mamotliq bosqichga kirib keldi. PT Gaming. Men o'tgan tanishtirdim sizlarga PT Gamingni. Bu endi nopozliq torbiti. 5 soat ilgari. Davom et vatandaşlarım. 7-ayning 28-ci kuni eng shiddatli 3 parcha üsek söz. Shi Jinpingning oqibati Chiyososkovning oqibatidan echinishlik bo'ldi. Vah vah. Mana üsek söz deb elibdi, shundoq bo'lsin siz anglab qo'ying vatandosh, üsek söz. Yani bir tekrarlay. 7-ayning 28-ci kuni eng shiddatli 3 parcha üsek söz. Shi Jinpingning oqibati Chiyososkovning oqibatidan echinishlik bo'ldi. Yıl ahirida Jungo, Choshan her ishki davlat azod bo'ladi. Vah 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 vah. Üsek söz bo'lsinmi? Vah 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 deyishga ruxsat qiling vatandosh. Anglab turing ha. Yıl ahirida Jungo, Choshan her ishki davlat azod bo'ladi. Shi Jinpingning davomli davlat raisi bo'lib turishiga Jungo armiya taraf qo'shilmadi. Endi Xanjiang o'ttirg'i chiqdi. Ya'ni hozir navbatdagi 7 doimiy hay'atning birisi Shanxaylik Xanjiang o'ttirg'i chiqdi. Ehtimol bu deganlik davlat raisi bo'ladi deganlikdir. Lekin yuqorqi ishki gap esingizda bo'lsin, ko'rib turing vatandosh. Buni üsak deb optir kim yana? Elaqa So'shaoxi degan odam shundoq opti. Jungo, Choshan har ishki davlat yil oxirida azod bo'ladi. Yani nima? Shi Jinpingning oqibati Chiyososkovning oqibatidan echinishlik bo'ldi. So'shaoxi obzorlari 7-ayning 28-ci kuni YouTube. Bunun yazılgan inkaslar içinde bir inkas. So'shaoxi senin hamma ish senin deginingdek bo'lsin. Birinci inkasga yazılgani So'shaoxi hamma ish senin deginingdek bo'lsin. Ekranda yana bir xabar jumamda 5 kun bo'ldi bu markaziy buni 5 kun bo'ldi. Markaziy televiziya stansiyasining chatma xabarlaridami ismi chiqmadi. Shi Jinping bugun mehmon kutib elishi kerak edi. 7-ayning 28-ci kuni başladık. Mehmon kutib elishi kerak edi. Yanala o'ttirg'i chiqmadi. Bangdamın biri. Yaqinda paydo bo'lgan munbar 7-ayning 28-ci kuni YouTube 5 soat ilgari.
Endi yazma haberinin mavzusu anda bir cümle mezmuna dikkat kılın vatandaş. Yakından beri şimantına hakaretlaydigan sözler arka-arkadan tarqılışqa başladı. Yani bir oyun aldığımızda. Mavzulu haber 7. ayının 27. gün Venmi Tor betide ilan kılındı. Haber mındak başlandı. 3. umumi yığın ahırlaşqandan keyin Xi Jinping'e kasatlaşış başlandı. Bütün memleket Xi Jinping dairelerini iktidarsız deb tahriflashga başladı. Tahlilchilar mındak ko'rsatdi. Xi Jinping'ning qo'mondonligi ostida Jungo Kompartiya davlati allaqachon axlat davriga kirib keldi. Vaziyat qo'ldan ketdi. Yani Jungo Kompartiyasi üçün vaziyat deb atalayotgan yoki yaxshilikdan darak beradigan vaziyat allaqachon qo'ldan ketdi. Benim shundaqki vatandoshlarım, men sizlarga buning ichida men hayron qolgan mush orliqdagi voqealarda eng negizlik voqea, nihoyat eng jiddiy bir voqea deb qarg'ini menga ta'sir qilgani vatandoshim 2023 yili 8. ayının 22. günü ve 8. ayının 27. günü. 8. ayının 22. günü Janubi Afrika 5 devlet, kesak devlet yığını. 8. ayının 22. günü intayın mühim yığın devlet başlıkları üçün etkanda. Şu günü 22. günü reis Xi Jinping Janubi Afrika'da yığınga katnaşmadı. Yaki yığınga katnaş turulmadı vatandaş. Reis Xi Jinping ikinci bir devlette. 5-6 devlet yığını yaşayotgan Janubi Afrika'da bo'layotgan ish. Bu yer ya Jonanxay emas, bu yer yoki Jungo emas, bu yer yoki qayerda emas, Jungoning territoriyasi emas. Janubiy Afrikada shu ish yuz berdi. Yana qarab turing, shu kuni avval nima ish yuz berdi? Reis Xi Jinping zalga, yani Janubi Afrikaning prezidenti bilan ko'rishadigan zalga kirdigan yerde cho'ng bir darvozaning eshigi ochildi. Reis Xi Jinping kirib ketdi, lekin uning tarjimoni eshikning oldida to'sab qilindi. Vatandosh. İnsanın hareketi yoki insonning hareketi yig'ib ekilib dunyo va dunyo tarixining hareketi deseniz, her bir tarixiy harakat insonning faoliyati vatandosh. İnson qiladigan ish vatandosh. Agar shu tarixiy harakat va shuning uchun tarixning yo'lini bo'ladi. Xuddi odamning badanida yo'lun bo'lgandek. Umurtqisi bo'ladi. Xuddi odamning badanida umurtqisi bo'lgandek. Shu tarixning shu umurtqisi, shu tarixning shu yo'lini, ya'ni kishilar tanqidlayotgan bo'lsin bu yerga eg'iz qilayli, Marksning tarix belgilash nazariyasi. Hozir nurg'un kishilar tanqidlaydi Marksning tarix belgilash nazariyasi. Demek ben bir demek bo'lganim, misolga oldim, tarixning belgilash qudrati va kuchiga asoslansam, men yuqorida aytgandek tarixning yo'lini, harakatlantiruvchi yo'lini, tarixning umurtqisi, tarixni harakatga keltiruvchi umurtqisi, bu ajoyib kuch. Bu acayip kuch şu günü, şu yılı, 2023 yılı 8. ayının 22. günde 27. günü için bulup ötken vakalarını Tungan sepdişimiz macun nim dedi. Bu iş tarixinin mukarrar yüzlenişi veya ki acayip, yani hisletlik, koltis bir kolunun hareketi o. Deb savol qo'ygan edim, men sizga shu vaqtda shundoq so'zildim. Bu ish men uchun mening hayotimda, butkul hayotimda men o'qidigan o'zimning doirasi kitob o'yu jurnallarda men o'zim anglaydigan, biladigan bir shaxs sifatida uchrashadigan dunyo va zamon to'g'risidagi vaziyat ichida hech qachon bir xabar men bu darajada ta'sir qilgan emas vatandosh. Men bu yerda ta'sir qilgan ishdan nima ekanligi, Reis Xi Jinping qaysi kunda qoldi degan gap mening nazarimda yo'q.
bu yerda tarix nima o'yin o'ynayotidi? Bu yerda ele qaltis qol, ele ajoyib qol nima o'yin o'ynayotidi? Majunun degan so'z bilan aytganda, majunun degan so'z bilan aytganda nima o'yin o'ynayotidi? Mushu masala menga qaltis ta'sir qilgan edi vatandosh. Onun üstü kötürülmesen sangıltıval degandek Cungu'nun reis Xi Jinping Janubi Afrika'da şu kısmetki yolu koyup yanı özünün ayrı planı, özünün liyotçiki, özünün işçi hizmetçileri bilen birlikte ayrı planı olturup avval Beijing'e kayıtış gerek. Beijing kayıtıp baralmadı vatandaş. Bu oyunla tarih kanda oynavatı ya. Bu oyunla tarih kanda oynavatı ya. Tarihning yolu ne? Tarihning umurtqisi. Esingizga eling vatandosh. Tarixiy harakatlarni harakatlantirayotgan tarixning umurtqisi, tarixning yolu ne? Bugun eng oxirgi chekda, eng oxirgi damlarda, yuqorida aytgandek mush yilning oxirida Jungo Kompartiyasi hukmronligidagi davlatda o'zgarish bo'ladi degandek Maşında kural oynayatır ya vatandaşım. Demekçi bolğanım nemeydi? En ahırda 8. ayının 27. günü 2023 yılı Janubi Afrika'da ayrı planga olturup Cungu'nun reis Xi Jinping müstemlike Uyguristan'ın kademi payitahtı Ürümçi şehri düştü. 15 gün. 15 gün mehbi hareket. Yaki özünün tilida 15 güngacha xizmat tekshirish, dokulat tayyorlash, dokulat anglash degandek, lekin 15 kungacha maxfiy xizmat. Urumchida sana nima maxfiy xizmat o'rinlashtirildi? Reis Xi Jinping shunda deymizda, sana Urumchiga berish o'rinlashtirildi. Sana Urumchida xizmat tekshirish o'rinlashtirildi. Vaqt 4 kun, 5 kun emas, 15 gün. Bana muşu tarixning muşu qismeti, muşu hadisleri intayin chunqur ta'sir qilgan edi. Vatandoshim, men shu ta'siratim bo'yicha bugun yana yo'qolib ketdi 15 kun. Bo'ldi reis Xi Jinping bu apandiga qanday ketdi. Remirubov izlayotdi, matbuot izlayotdi. Çünkü Kompartiyasi a'zolari izlayotdi, chet elda va o'zining davlatining ichida qanday ketdi. Bugün 28-sida o'tirg'i chiqdi degani yo'q-ku. Men mushu xabarlarni mushu kungacha mushu tariqada sizga yetkazib keldim. Vatandoshim, bugundan keyin endi 7 ayning 28 kunidan keyin yana bu voqea mavzular to'g'risida nima ishlar yuz berdi? Alloh sizlarni aman qilsin, vatandoshlarim, hammamizni. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining qudratini cheksizlik ko'tarsin. Bulupmu Prezident Joe Biden hükümetinin 4 yıllık siyaseti ve bunun keyinki dünyaya ta'sir ko'rsatadigan siyasetlerini Allah aman kılsın vatandaşlar.